O tovushi va O harflari. Aziz bolajon, O tovushi va O harflari haqida bilib olishni istaysizmi? Unda ketdik. Nutqning eng kichik, bo'linmas birligi tovush deyiladi. Tovushlar unli va undosh tovushlarga bo'linadi. Unli tovushlar talaffuz etilayotganda hech qanday to'siqqa uchramaydi. So'z tarkibida nechta unli tovush bo'lsa, shuncha bo'g'in bo'ladi. O'pkamizdan chiqayotgan havo to'lqiniga bir zarb berish bilan aytiladigan tovush yoki tovushlar yig'indisi bo'g'in deyiladi. O tovushi talaffuz qilinayotganda hech qanday to'siqqa uchramaydi. Shuning uchun u unli tovush. Lablarimizni biroz oldinga chiqarib talaffuz qilamiz. O. Mana bu harflar bosh O va kichik O harflari. Tovushning yozuvdagi belgisi harf deyiladi. O'ning shakli o'xshaydi. To'lin oyga, quyoshga, velosiped g'ildiragi, qovun yoki koptokka. Har bir so'z bo'g'inlardan, bo'g'inlar tovushlardan hosil bo'ladi. Ushbu so'zlardagi O tovushini toping va so'zlarni bo'g'inlarga bo'ling. Ot, olma, olov, oy. Dunyodagi eng aziz inson kim u deya so'rashsa bizdan, ona deymiz hammamiz shu chog'. Ha, shu so'zda menman ilk harf.